Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlar bilan oxirgi videomizni tabrik so'zlari bilan boshlamoqchiman. Hammalarni birinchi o'chirda tabriklayman. Kurs tugatildi va kursda bugun sizlar bilan nimalarni o'rganib chiqqanimiz haqida ozgina gaplashib o'tamiz va shu narsalarni bittama-bitta aytib beraman. Boshidan boshlaydigan bo'lsak, kursimizning boshidan sizlar qanaqa qilib Amazonda sotish uchun kerakli bo'lgan tovarlarni topishni yoki qidirishni o'rganib chiqdik. Undan keyin tovarlarni topganimizdan keyin ularni filtrga olib tushishni o'rganib chiqdik. Filtrga olib tushgandan keyin bo'lsa, ularni qaysi biri bizga to'g'ri keladi va qaysi biri to'g'ri kelmasligini o'rganib chiqdik. Va to'g'ri kelish kelmasligini o'sha aniqlaganimizdan keyin biz o'sha mahsulotimizga to'g'ri keladigan postavщикlarni qidirishni o'rganib chiqdik. O'sha postavщикlarni topganimizdan keyin, bizga to'g'ri narxlarni aniqlaganimizdan keyin biz o'sha mahsulotni qanaqa qilib Amazonga, ya'ni Amazon platformasiga kirgizishni o'rganib chiqdik. Kirgizganimizdan keyin o'sha sotishni o'rgandik. Sotganimizdan keyin bo'lsa, biz sizlar bilan qanaqa qilib o'sha mahsulotimizni sotgan, ya'ni mahsulotimizga kerakli bo'lgan informatsiyani olib, upakovka bo'lgan haqida ma'lumotini tracking informatsiyasi bilan birgalikda Amazonga kirgizishni o'rgandik. Sizlardan qolgan narsa faqat shu sizlarga to'lov kutib qolish. Eng asosiysi bitta narsani esdan chiqarib qo'yishimiz kerak emas. Bu narsa biz sizlarga kursimizning eng boshida gapirib o'tganmiz. Bu fokus va odam o'zini ustida ishlashi. Ya'ni biz o'zimizning ustimizda ishlamasak, qanaqadir narsaga fokus qilmasak, bir natijaga erisha olmaymiz. O'zingizlar ko'rganingizda, kurs jarayonida har xil nyuanslarga to'qnashib keldik va bu to'qnashgan nyuanslarimiz bilan birgalikda, sizlar bilan birgalikda fokus berib, shuni ustida ishladik va ishlaganimizning hisobiga bir qanaqadir natijaga erishdik. Shunga oxiriga agar keladigan bo'lsak, gapimizni bir natijaga erishish uchun qanaqadir vaqt ajratish kerak va telefonlarni har xil atrof muhitdagi bo'layotgan narsalarni umuman o'chirib qo'yib, o'zingizga yaxshi mos joy topib, dam beradigan joy topib, maza qilib odam ishlash kerak. Bizning ishimizda qachonki maza qilib odam ishlasa, shunda bir qanaqadir natijaga erishib boradi. Shunga sizlarga katta maslahatim, fokus beringlar. Esdan chiqarib qo'ymanglar. Har bitta aytilgan, yozilgan narsalarni, kurs davomida o'rganilgan narsalarni yaxshilab hammasini yozib olinglar va kelajakda sizlarga undan ham ko'proq savdolar qilishni tilab qolaman. Sizlar bilan Click to Cash jamoasi. Katta rahmat.